الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Cenab-ı Allah Azze ve Celle'ye medihye şükür. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge duayı salam yollab boğandan keyin maqsadga kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Ali İmran surasining 26-oyatidan 32-oyatigacha. Bu oyatlarning ilgirki oyatlar bilanki bo'lgan munosabati va bugun so'zlamoqchi bo'lgan oyatlarning asosiy mazmuni Allah Azze ve Celle ilgirki oyatlarda tevhid aqidasi, payg'ambarlik va faqat islom dinila to'g'ri din ekanligi to'g'riliq so'zlab o'tgan edi. Endi bu oyatlarda islomga va musulmonlarga Allah'ның nusrati yaqinligidan direkt biladigan xush xabarlarni, ishning hammasi Allah'ның ilkida ekanligini, xohlagan kishini aziz, xohlagan kishini xor qiladiganligini tilga oladi. Va o'z payg'ambarini Allohdan haqiqat qo'shiniga va Allohning ochiq oshkora diniga nusrat ato qilishini tilab, duo qilishga va yalvorishga buyuruydi. Va shundaqla o peygamberinin ümmetlerini, yani bizni o peygamberge ergişki buyuruydu. Biz eğer Allah'ın Resulü'nü yaxşı kördügen deydikenmiz, çokum bu peygamberniki sünneti ergiş arkalık yaxşı görüşümüzün ifade edildiğimizi sözleydi. Bugün ki sözlemekçi boğan ayetlerinin tefsiriniki kısaca mezmunu bu. Hem de birden Allah subhanahu ve teala ve tekaddes bunda deydi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kulillahumma malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedikel hayru inneke ala kulli şeyin kadir. Tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl ve tukhrijul hayye minel meyyiti ve tukhrijul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisâb. Sadakallahul azim. Şimdi bu ayet kelimenin tefsiri Allah Azze ve Celle dedi ki Kulillahumma malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den ki ey Allah, ey barca padişahlıkның igisi Allah, sen padişahlıkını xalığan kişiye bilirsen, padişahlıkını xalığan kişiden tartıp alırsan, xalığan kişini aziz kılırsan, xalığan kişini xar kılırsan. Her yaxşılık senin ilkinde, sen her şeyi kadirsen, digin dep Allah subhanahu wa ta'ala ve tekaddes Peygamber Aleyhisselam şunu deyişki buluyordu.
Endi biz bu oyatlarniki birdan tahlil qilaylik. Alloh taolo bu yerda qulillahumma degandiki Allahumma degan gap. Allahumma degan bu Allahummaning aslisi ya Allah degan bo'ldi. Ya'ni ey Allah degan bo'ladi. Endi nimishqa ya Allah degan bu qanday qilib Allahumma bo'lib qolgan deganda bu yerdagi ya degan Uyg'urchada i degan bo'ldi. Ya Allah degan Uyg'urchada ey Allah degan bo'ladi. Ya harfi hazf qilingan bu yerda. Ya'ni tashlab qoldirilgan, ya harfi qoldirilgan ve bu qoldirilgan ya harfining o'rniga tashdid o'qilgan Allahummadiki ma harfi buning o'rniga qo'yilgan shunga Allahumma bo'lgan, ya'ni Halil ve Sibivi, yani nahvul ma'larining eng ustozi bo'lgan Halil ve Sibivi shunday degan. Endi nima uchun bu ya harfi almoq surati deganda, masalan Alloh taolo qachon ekanki nido qilamiz bandalarga, masalan ya ayyuhan nabiy deydi. Har qanday ismning beshiga ilif lam harfi kelib qolsa, buni ya harfi bilan chaqirachaqda, ya masalan ar-rajul degan gap bo'lsa, buning ya harfi yar-rajul deb olmaydi. Chunki buning ya ayyuhar rajul deyish kerak. Lekin banda Alloh taologa ya ayyuhalloh deyishga bo'lmaydi. Ya ayyuhalloh deyish chunki o'zidan ya ayyuhar rajul degan ayyuha degan gapni yuqori tabaqadagi kishilar tuvan tabaqadagi kishilarga ishlatadi. Tuvan tabaqadagi kishilar yuqori tabaqadagi kishilarga ishlatmaydi. Banda Alloh taologa ya ayyuhalloh deyolmaydi. Ya ayyuhalloh deyolmagandan keyin qanday qilish kerak? Buni harfi nidoni uni hazf qilib qoldirib, undan keyingi shu harfi nidoga dalolat qilib turadigan tashdid qilgan mimni Allohning oxiriga qitilganda Allahumma desa yana shu Allah degan gap chiqadi. Shu shunday deb buni tafsilotini tushuntirib bergan Imom Sibivi va Halil. Yani ma'nosi ey Allah degan bo'ladi. Bizning Uyg'urchada Allohim desak bo'ladi, ey Allah desak bo'ladi. Yani ey Allah. Malikal mulk bu yani ikkinchi nido, ikkinchi harfini da yani. Ey Allah. Ey barcha padişahlıkның egisi. Endi bu yerda Alloh taolo mulk dedi. Mulk degan gap Arapçada Uyg'urchaga o'xshamaydigan bir taraf Arapchaning. Arapçada bir zivar pish o'qilish bilan osmon zamin ma'no o'zgarib ketadi. Mulk degan gap agar zirlar o'qilsa milk bo'lsa, milk bo'lgan chaqda bu chaqda igi bo'lish, igilik huquqi bir narsalarga uy, mashina, kiyim-kechak dek har qanday odamning shaxsiy o'zining narsalariga ega bo'ladigan narsalarni ko'rsatadi. Ya'ni ega bo'ladigan narsalar. Ega bo'ladigan narsalarning egasi degan bo'ladi. Ani mulk deb kelganda shu deganda mulk degan podshohlik deganni ko'rsatadi. Ya'ni ega bo'ladigan narsalarga, ega bo'lgan narsalarga, ega bo'lgan odamga ega bo'lgan. Odamga ega bo'lgan degan gap. Ya'ni padişah butunlay mesela maşinesi var, seyyaresi var, milyonlar baygımı padişah igi buladı. Padişah igi boğalık için bu padişah kıma kimige Allah Teala igi buldu. Padişah igi boğan Allah diyen tabi milyonlar bay olamdı. Namret aşı bir tane bitingisiye bir tane ki işte ne kadar başımız yok. İşte bir de küçük kadar münasip çağlık neresi var adamın igisi padişahın igisi de mani çıktı. Şunun için Allah Teala mülkünü geldi. Yani barca padişahlığın igisi. Ey barca padişahlığın igisi Allah tu'til mulken men teşa. Sen bu padişahlıkını, şahlıkını, saltanatını men teşa diyen. Kimge kalırsan şunu bilsen yani. Sen bilişini kalgan kişiye bilirsen. Sen bilişini kalgan kişiye şahlıkını bilirsen. Ve tenziyul mulken men teşa. Bilişini kalmagan kişiye. Anladın? Ve onu tartışmasını kalgan kişiden onundan padişahlıkını, saltanatını tartip yulup alırsın. Bir de Allah Teala tenzi'u de koydu yani. Adeti ki ele varırsan, alırsan değil mi? Tartip yulup alırsın de koydu. Demiş ki diyende padişahlıkını Allah Teala tartip ele varacakta onun hakkınca onu verirdi Allah Teala. Çünkü padişahlık diyen, taht sevdası diyen insanlık ki katı padişah olanlık ki
qattiq yuragini sinib ketgan. Shuni ona buni iloji chaqda Alloh taolo majbur etgan. Ular qattiq bir majbur bo'lib ketgan bu podshohni ayirib qolgan. Shuning uchun Alloh taolo tortib oladi deb qattiq gapni eshitib qo'ydi. Alloh taolo tortib oladi. Ya'ni tortib olasan. Xohlagan kishini aziz qilasan. Ya'ni sen aziz qilishni xohlagan bandalarni sen aziz qilasan. Xohlagan kishini xor qilasan. Ya'ni sen xor qilishni xohlagan bandalarni xor qilasan. Her yaxshilik, her qanday tipdagi yaxshilik sening ilkingdadir. Sen her şeyga qodirsan. Endi bu yerda Alloh taolo biyadikal xayru dedi. Her yaxshilik sening ilkingdadir dedi. Bu yerdagi her yaxshilik sening ilkingda degan gapdan yeni bir gap hazf qilib tashlangan yani. O tashlangan gap qolsa, qoldirib qo'yilgan gap qolsa, u bo'lsa, yani biyadikal xayru va sharru degan ma'no. Yani her yaxshilik, her yomonlik sening ilkingda. Her qanday bir yomonlik, her qanday bir yaxshilik bendiga yetmoqchi bo'lsa, sening izninsiz, sening ruxsatingsiz yetmaydi. Her qanday bir yomonlik yetmoqchi bo'lsa, sening izninsiz, sening ruxsatingsiz yetmaydi degan gap. Nima uchun Alloh taolo bu yerda yomonlik degani tilga olmadi deganda, birinchi sababi Alloh taolo bizga Alloh taolo bilan bu muomalada intayin adab, axloqli, hurmatli bo'lishimizni bildirib, yomonlik deganni Alloh taologa nisbat bermaslikni bo'luydi. Adab, axloq yusidan. Agar Alloh taolo yana bir oyatda Sura Niso'ning 78-oyatida "Qul kullun min indillah" dedi. Yani ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam deb qo'yanki, her biri yani yaxshilik, yomonlik hammasi Alloh taolodan keladi maqma, hammasi Alloh taoloning dargohidan keladi degan oyat. Chunki Alloh taolo yaxshilikni Alloh yaratgan, yomonlikni Alloh yaratgan. Lekin endi sabab nima? Bu yerdagi inchki nuqta, yomonlik nima Alloh taologa nisbat berilmaydi? Chunki yomonlikniki yetib qolish sababi ikki turlik bo'ladi. Asosli sababi Alloh taolo va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga har qanday bir musibat, xafalık, yomonlik yetsa, sizlarning qulog'inglar, ya'ni o'zinglar qilgan eskilik sababidan yetadi. O'zinglarning qilgan qilmish sababidan yetadi dedi Alloh taolo. Demak bu gapdan buning sababi kimkan? Yaxshilik, yomonlikni Alloh taolo yaratgan bo'lsa-mu, buning sababi, buniki bandagi qilib qo'yishning sababi bandaning o'zi ekan. Bandaning xatosi o'tib qolganlik sababi o'zi bo'lganligi uchun bunga yomonlik yetib qoladi ekan. Degan sabab bo'lganligi uchun bu yerda xayru degan. Yaxshilik kelsa Alloh taolaning fazli inomi, yomonlik qolsa sabab o'zimiz degan ma'no chiqadi bu yerda. Endi yomonlikniki yeni bir turi, musibatniki yeni bir turi bo'lsa, Alloh taolo tarafidan imtihon. U bandalarni sinab qilish yuzidan uning yomonlik qilib qoladi. Uniki darajasini bu dunyoda amal ibodatlar yetanmagan darajaga musibat Alloh taolo bandaga musibatlarni avatish orqali buning oxiratdagi darajasini yuqori ko'taradi. Shuning uchun payg'ambarlarga musibatlarning eng og'ir kelgan. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam odatda kasallab qolsa-mu, boshqalar kasallaganning natijasi ig'radi, odatda kasallaydi. Payg'ambarimiz shu vaqtda olay dedi so'ziga. Endi bu oyatniki tushish sababi kelsak, bu oyat karimaning tushish sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan vaqtida o'zining ummatiga Paris va Rumning, Paris degan hozirgi Iron, shu atroflar. Rum degan Suriya, Misr degandagi shu Suriya atroflari. Sham ne demek Rum degan. Paris bilan Rumning podshohligini o'zining ummatiga va'da qildi. Shu vaqtda munofiqlar va yahudiylar dediki, hayhat, pah. Muhammadga Parisdan Rumning podshohligi nereden mekiler ha? O Parisdan Rum degan intayin izzatlik, bek kuchlik, qo'shinlari hayvatlik, andın ajoyib kuchli odamni tursa, Muhammadga Makka yetmam degan, taki bu Paris bilan Rumning podshohligi tamaq ketgili Makka yetmam dedi Muhammadga deb shunda deyishdi. Shunda deyishga vaqt dal shu chaqda Alloh azza va jalla Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha degan oyatni oxirigacha nozil qildi. Deb shunda rivoyat qilingan. Endi Imom Sha'raviy rahimahulloh o'zining tafsirida bu oyatning tushish sababini bayon qilib, bunday deydi.
İbn Hajar al-Asqalani rivayet qilgan bir hadisda o'ziniki Hasan, ya'ni Hasan deb baholangan sanad bilan Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivayet qilgan bir hadisda bu zot deydi. Ahzab günüsü, yani Ahzab günüsü degan barliq shu kafirlar, Makka mushriklar bir tarafdan, Yahudilar bir tarafdan necha birlashma qo'shin birlashib Rasulullohga qarshi jang e'lon qilib kelgan chog'dagi bir jangni demakchi. Makka mushriklar bir muncha qabilalarni birlikka keltirib kelgan. Shu Ahzab kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni Xandak qazishga buyurdi. Yani akıp kolashga buyurdi. Yani Salman Farsi radhiyallohu anhu ularga akıp kolash haqida maslahat bergan edi. Chunki shu chog'da Ironliklar, ya'ni farslar dushman kelganda akıp qolaydi shahar sepidaniki sirtiga. Akıp qolashniki bir qancha foydasi bor bo'lib, buning ichida birisi atlar yugurib kelib saklab o'tolmaydi. Chunki buni keng cho'nqurlikda va keng-kenglikda qalanganlik uchun atlar saklab toki bir kavrik minasiyasi bo'lguncha atlar top atlar saklab o'tolmaydi. Kavrik minasiyasi qan taqdirda ular uzun yog'ochdan tepib qo'yib bo'lguncha musulmonlar ish tarafdan o'qlarni itib chekindiradi. Shunday intayin foydali taraflari ko'p hamda. Mana shunda akib qolishga buyurdi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har 10 odamga manchi gazdin yadi buyurib berdi, bilib berdi har 10 odamga. Bilib berdi. Shundan biz ashunda qolishga boshladik. Biz qo'lavatsak tuyuqsiz biz qolgan yerda bir qattiq bir yasqoq cho'ng toshdan bir chiqib qoldi deydi. Yasqoq toshdan bir chiqib qoldi. Uningga bizniki jotolarimiz o'tmadi. Yani taş çakıdığan jotolarimiz ötmedi onunla. Biz bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet kıldık. Şu an Peygamber aleyhisselam kilip jotonu kuluğa aldı da Bismillah dep şundak bir uluvedi. O yasqaq taşıniki 3'ten 1 kısmı sinip gitti. Peygamber aleyhisselam dedi ki Allahu Ekber ve utitu mefatiha'ş-Şam. Allah çoğundur. Allah Muhammed'in çoğundur. Ben Şam'daki açıkçalarını bildim. Allah bilen kasem ki ben hazır Şam'daki kızıl kasırlarını bana muşi saatte körep turuvat emeğinde Peygamber Aleyhisselam. Şunda dedi annekin ikinci katım şundak bir urvedi bu taşındaki yine bir 3'ten 1 kısmını riz kıp çıkıp etti. Annekin Peygamber Aleyhisselam dedi Allahu Ekber ve utitu mefatiha Faris. Allah Muhammed'in büyük. Ben Faris'in açıkçalarını bildim dedi. Allah bilen kasem ki ben hazır bana Medain şehrindeki ak kasirlerini beni kürep duruvat hemen dedi. Andın ki Peygamber Aleyhisselam 3. katım urdu ve dedi ki Bismillah dedi. Taşının kalkan kısmı böyle parça olup gitti. Peygamber Aleyhisselam dedi ki Allahu Ekber u'titu mefatihal Yemen. Vallahi inni la ubsiru abwabe San'a min mekani hada as-sa'a. Yani Allahu Ekber. Ben Yemen'in açıkçalarını bildim. Allah bilen kasem ki ben hazır San'a'nın darvazlarını benim muş ornumda muş saatte tutup San'a'nın ki darvazlarını kürep turup hemen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunda dedi. Bana şunda dediği vakti da münafıklar şu numaradaki içindeki Müslümanların içindeki düşünü olan münafıklar ve Yahudiler bu haberini anlayıp dedi ki Muhammed üzünündeki halini üzünü bir cennet haber saklap bulanmayı, kuşuları saklap bulanmayı, Xandek kalap, Akık kalap, cennet saklap bulanmayı turdu ki hazır bir Şam, Kasir'indeki Şam, Paris'indeki Rum Paris'indeki padişahlıkını verdi kılam tikine ümmetlerine antın dep şunda hemmesi zanlı kılıp mesir kılıp vaxtıda şu vaxtıda bu şu ayet düşken Kulillahümme malikel mulk ayet düşken dep İmam-ı Şe'ravi şunda keltirgen tefsirde. Allah Teala bu ayetin ikinci bölümünde deydi. Tulicul leyle fin nehar ve tulicul nehara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisab. Yani ayetin devamı. Yani ey barca mülk, barca padişahlığın ilgisi Allah, sen
Devamı. Keçini kündüzgü külgüzüsen. Kündüzni keçigi külgüzüsen. Tirikni ülükdün çıkırırsan. Ülükni tirikdin çıkırırsan. Ve sen halgan kişiye hesapsız rızık ata kılırsan. Degan umumiy mazmuni bu. Umumiy ma'nosi. Undan birdan kelayli. Hamda Allah Taala tulicul leyla fin nahar ve tulicun nahara fil leyl dedi. Allah Taala'nın bir ayetiki tulicu degan so'zi. Bununki masdari, yani bunun bu so'zning yirtizi ilaj degan bo'ladi. Ilaj. Ilaj degan gap idxol, arabcha tafsiri idxol degan bo'ladi. Idxol degan ya'ni kirgizish degan gap. Bir narsani bir narsaga kirgizish degan gap. Çünkü Allah Teala yine bir ayet Arap suresining 40. oyatida hatta yelicel cemalu fi semil xiyat dedi. Yani tüge yığınının kulukunun tüşkün ösü ütüdeki kapı cennet kıymet degan ayette aşağıdaki tüge diyeyim yelicel cemalu degan tüge yığınının kulukunun tüşkün kiskiydi degan gapda aşağıda yelice degan pelni keldi degan. Yani bu ma'nosi yani aşı bir demeden kigizish degan ma'nosi var. Endi bunu degan gap kechini kunduzga kirgizish, kunduzni kechiga kirgizish degan nima degan gap desa? Ya'ni kechini kunduzga kirgizsan, shuning bilan ichiga kirib ketgani oz qoladi, kirgizilgani ko'payadi. Masalan, kecha qisqaraydi, kunduz uzraydi. Undan keyin kunduzni kechiga kirgizsan, kirgizilgani kirib ketgani qisqaraydi, kirgizilgani uzraydi. Ya'ni kunduz qisqaraydi, kecha uzraydi. Mana 4 faslda qish, yoz, kuz, bahor faslida mana shunday davomli kecha uzrab, qisqarab, kunduz uzrab, qisqarab turishiga sabab Allah Taala ana birini kirgizib kirgizib turganligidir. Endi kirgizib turish degan gap ya'niki bu bir bizga nimani deb tushundirmoqchi? Kechini uzatish, kunduzni qisqartish, kunduzni uzatish, kechini qisqartishni ko'rsatmoqchi. Bizga shuni ifodalab bermoqchi Allah Taolo meyada. Bu bir kinoya gap yani. Biz shuni ifodalab bermoqchi. Ve tukhrijul hayya minel meyyit ve tukhrijul meyyite minel hayy. Ülükten tirikni çıkarırsan, tirikden ülükni çıkarırsan dedi. Bu ne diyen gap dese? Bu ne diyen gap dese? Hem de bunu müfessirler bazıları bu mecaz diyen, yani köçme manasında kullanıldı diyen, bazıları bunu hakikat manasında kullanıldı. Yani biz evvelen de hakikat manasında biteydi. Yani sen ülük boğan meni diyen bir cansız su, cansız boğan menidin canlıq boğan insanını, cansız boğan menidin cansız boğan hayvanatlarını çıkarırsan, cansız boğan tuxumdan canlıq boğan tuğa baylık kuşlarını çıkarırsan ve şundakla canlıq boğan insandan cansız boğan menini çıkarırsan, canlıq boğan hayvanatlardan cansız boğan menini çıkarırsan, canlıq boğan toxu ve baylık kuşlardan cansız boğan toxumni çıkarırsan degan bo'ladi. Mana bu haqiqat ma'nosi, yani amaliy ma'nosi. Endi bunun ko'chma ma'nosi degan mufassirlar qanday tushuntirdi desa, bular sen ziroatni, yani ülükten tegini chiqarsan degani, yani dan urug'dan ziroatni chiqarsan, ziroatdan urug'ni chiqarsan degan bo'ladi. Çünkü ziraat deganda xuddi asta ünüp çoğalganda bunun o'xshatilgan, tirik o'xshatilgan. Dan degan kichik midlamaydigan narsa bo'lganligi uchun bu ülük o'xshatilgan deb shunda deganlar va ba'zi mufassirlar sen kafirdan musulmonni chiqarsan, musulmondan kafirni chiqarsan. Mesela sahabenin birinin ata-onasi kafir edi, musulmon bo'ldi. Ba'zilarida demek ata-onasi musulmon bo'ldi, kafirlar qisqashwa. Deb çünkü bunun da imanni, tiriklikka, hayatlıkka, kafirlikni, kufurlikni ölümge o'xshatgan. Shunda ma'nat qalami bor. İbn Kesir rahimahullah shunda tushundigan. Endi İbn Cerir Tabari rahimahullah hamma so'zlarni keltirib, bu haqda tafsirlarniki eng to'g'ri
to'g'risiga eng yaqini meningcha bo'lsa yana haqiqat deb qaraganlarniki eng to'g'ridir. Yani tirik insonni, tirik hayvonotlarni o'lik bo'lgan ma'nidan chiqarsan va o'lik bo'lgan ma'nini tirik insondan, tirik hayvonotlardan chiqarsan degan bo'ladi. Bunun ma'nosi deb Ibn Jarir Tabari rahimahulloh oxirida shu tafsirni ixtiyor qilgan. Biz shuni tanlaymiz. Va tarzuqu man tashaw bighayri hisob degan. Yani sen rizqi berishni xohlagan kishiga hisobsiz rizqi bersan. Yani kimga rizqi berishni xohlasang, uningga shunchalik keng ihsonni ato qilasanki, uni sanamasdan bilasan, qisib qo'ymasdan, oz bermasdan hisobsiz bersan, uni hisobini olmaysan sen. Shunday sahiza. Endi Alloh taolaniki bir bayadiki bu so'zlarniki arab tili nuqtasidan bir tahlil qilib o'taylik. Alloh taolaniki tu'til mulka man tasha deganiki tu'ti va tanzi'ul mulka degi va tanzi' yani bilsan tartib ilib olasan degan so'zi. Tu'izzu va tuzillu degan aziz qilasan, xalq qilasan degan so'zi. Al-layl va nahar kecha kunduz degan so'zi. Hay may degan tirik o'lib degan so'zi. Hammasi bu qarma-qarshi so'zlar. Qarma-qarshi so'zlarni akilish orqali bizga Alloh taolo nimani ifodalaydi desa, o'zining har shayga qodir ekanligini ifodalaydi. Her şeyga qodir ekanligini ifodalaydi. Yani Alloh taolaning qudratining komil ekanligi. Berelaydigan, olib olaydigan, aziz qila oladigan, xalq qila oladigan, kecha qila oladigan, kunduz qila oladigan, tirildir oladigan, o'ltira oladigan. Har qanday ishga qodir. Zot ekanligini biz ko'rsatib qo'ymoqchi. Shu Alloh taolo innaka ala kulli shay'in qodir deb bizni buniki mazmunni kim bizga tushuntirib berdi. Ana Alloh taolaniki tulijul layla fin nahar va tulijun nahara fil layl degan so'z emaslar. Tukhrijul hayya minal mayyit va tukhrijul mayyita minal hayy degan so'zdir. Hammasi arab tilida yani badiiy til nuqtasini o'ylab aytganda yani teshini ichiga o'lish. Teshini ichiga o'lish, ta'dil o'lish deb bir uslub bor. Ta'dil o'lish degan uslub bor. Buni qanday uslub desam, tulijul layla fin nahar va tulijun nahara fil layl degan bu bir so'z, jumladagi bir so'zni bas o'rin almoqda bas. O'rin almoq bilan bizga Alloh taolaning intayin katta bir qudratini ifodalab berdi. Bu intayin so'z uslubidagi intayin ilg'or uslub hamda. Badiiy deb qo'yamiz, badiiylik yuqorida. Hamda Alloh taolo shuna deb bo'lgandan keyin deydiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم." Allah Teala deydi: "La yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin." Yani müminler müminlerini koyup başka müminlerini koyup dost tutmusun deydi Allah Teala. Hem de yine bu nimden dese bu çok aşkar bunun manası. Yani sizler Allah Teala'nınki dostlarını koyup Allah Teala'nın düşmanları bilen dostlaşmamalar. Çünkü insan Allah Teala'nın muhabbeti bilen Allah Teala'nın düşmanlarının muhabbetinin arasında bir yere yığıtmaya deyiş bu akılga sığmaydı bu. Bu akıllı iş emas, akıllı yapmamaz, mantıklı yapamaz bu. Çünkü hakikaten adam yaxşı tutkan bir adam bilen o yaxşı tutkan adamının en üç adamını birli büyükte saklagılı olmaydı bu normal hadise emas. Emin ettim. Allah'ımız Zemahşeri rahimahullah deydi. Ula kafirlerini yani müminler kafirler bilen birer tuqqandarchilik yoki bir qadinas do'stlik yoki ish qilib do'stlashiladigan turmushda jamiyat turmushdagi aloqa bog'lanadigan har qanday bir sabab tufayli
müminlarni qo'yib kofirlar bilan do'stlashishdan to'saldi deb shunday deb tafsir qilgan bu oyatning tafsirida. Endi bu oyat karimaning tushish sababiga qarab boqaylik. Tushish sababi bo'lsa İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deydi. Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu Bedir jangiga qatnashgan intayin taqvodor bir zot edi. Uning Yahudilar bilan bir qasamdoshlik munosabati bor edi. Yahudilar bilan yani qasamdoshlik degan gap hamda yani ittifoq tuzishgan ittifoqdosh. Yahudilar bilan bu ittifoqdosh edi. Xudo hozirgi davlatlar masalan bu davlatlar bu davlat ittifoqdosh qarshi tarafdan dushman kasb bilan dushmanga qarshi turganda yani ittifoqdosh edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günüsü yani Ahzab günüsü yukarı söhbet yani Xandaq jangi günüsü. Ahzab günüsü Peygamber aleyhisselam çıkkan vaqtida Peygamber aleyhisselamga Ubadat ibn Samit radıyallahu anhu mundaq dedi. Ey Allah'ın peygamberi. Men bilen 500 tane Yahudi var. 500 tane Yahudi var. Men o'ylab baksam, shunda qarasam, ular men bilen birga chiqsa, şu Allah Teala'nın düşmanları ular bilen birga g'olib bo'lsam, düşmanın üstünden g'alaba qazansam deb o'ylab qoldim. Dedi Allah azze ve celle del şu çağda bunu oyatını düşürdü. La yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin. Ayetinin ahireci. Yani müminler kafirlerini başka müminlerine koyup dost tutmuşsun. Müminler tuğucuda müminlerini koyup kafirlerini dost tutmuşsun. Kafirlerini dostlaşmışsın diyen şu ayetini, bunu ayetini nazil kıldı. Ama Allah Teala deydi, eğer yaşkan gepimi unutmayı demekçi. Ve men yef'al zâlike feleyse minallahi fi şey. Yani kim ki aşu ne? Yani müminlerini koyup kafirlerini dost tutkan iş ne demekçi? Kılı diken feleyse minallahi fi şey. Allah tarafından hiç kadar bir nesli olmaydı bu. Allah tarafından hiç kadar bir nesli olmaydı o diyen. Ne mi diyen gap dese İmam-ı Nesefi bu gapini düşündürüp Allah Teala tarafından hiç kadar bir dostluk münasebeti olmaydı. Allah Teala bunu dost tutmaydı. Allah Teala Allah'ını kapkap, müminlerini kapkap kafirlerin dostluğun adamını Allah dost tutmaydı. Allah Teala tarafından hiç kadar buna alaka, hiç kadar bir zimmi kalmaydı. Allah Teala ile bunun alakası yok. Adacıda diyen beni sürtü diyen bu. Tefsir Celaleyn rahimahullah nemi de Celaleyn müfessir rahimahullah nemi diyen dese yani bir yerdeki Allah Teala tarafından işimi de olmaydı diyeni yani kimi ki kafirler ile dostlaşsa müminlerini kapkayıp bu Allah Teala'nın dininin hiç mi de olmaydı diyeni bunun din kalmaydı. Bu usulü din de Allah'ın ki dostluğu dost buluş düşman buluş diyen usulü din. Dinin yıldızlarını kattardın. Egemden çıkanı söylemiş yani. Allah Teala'nın düşmanlarına dost tutan edemde hiç kanda din kalmaydı. Allah Teala tarafından yani Allah'ın diniden hiç kanda bir nerse bunun kalmaydı. Allah Teala'nın dininde hiç kanda nerse olmaydı. Hiç kanda bir din derdi. Allah'ın dini İslam dini. Yani bu İslam dini olmaydı bu diye bir kafir olup gittiğin gibi. Ne'udhu billah, l'iyadu billah. Ve Sefet Tefasir'in Musannefi Sabuni Rahimahullah'ı muş tefsirini kullanıyor. Allah Teala mehriban Hudayim dev kitip verip yani bir işini çıkıyor o adamdı. Müminle olan kafirle dostluk izhar kılırsa bulduğun pakatlam bir işini çıkıyor o adamdı. Bu iş olsa İlla en tettekû minhum tuqâh pakatla yukarı hükümdün şu müstesna ki o kafirlerden silah saklanış yüzüsüdün. Yani bir xil usulda. Yani tuqah diye gibi ki mastar yani mef'ul mutlak neydi? Mef'ul mutlak. Mef'ul mutlak neydi? Bazılar buna mef'ulullah neydi? Yani mef'ul mutlak olganda kafirlerden bir xil usulda saklanışınlar için hem de. Kafirlerin bir xil usulda saklanışınlar üçün ağızaki halda, dilinla demez, ağızaki halda
dostluk izhar qilsanglar, Alloh taolo buni kechiradi, bu yuqorqidagi hukmida emas degan bo'ldi desa, mabullah bo'lganda, ya'ni ulardan to'qatan degan yana ulardan saqlanishning jihdidan, ulardan saqlanishning jihdidan nima qilsanglar, ular bilan tilinglarda dostluk izhar qilsanglar, tilinglarda dostluk izhar qilsanglar, hech qanday yuqorqining hukmi bunga berilmaydi degan bo'ladi. Endi ikki nimaga o'xshash gap endi. Ajab farq bor, lekin o'xshash emas. Çok ma'noda farq yo'q. Endi bu yerdagi demakchi o'g'ini yani tafsil tushuntirib nima deydi desa, yani agar ulardan uch qo'shqor holda dushmanlashsanglar, ular og'zinglarda, tilinglarda yani yuqorgi Alloh taolo demakchi o'g'ini kafirlar bilan og'zaki va dildimi, ig'izdimu dushman tutish degan bo'ldi. Amaldimu, dildimi, amaldimu o'xshash dushman tutish degan bo'ldi. Endi ikkinchi mayadagi mustasno qilib, istisno qilib chiqarib olgan hukm bo'lsa, ya'ni agar sizlar kafirlarga tilingdimi, dilingdimi dushmanlik qilib, amalingdimi dushmanlik qilsanglar, ular sizlarni o'ltirib o'tadigan, oilanglarni o'ltirib o'tadigan, sizlarga qattiq azor yetkazadigan, ziyon zahmat yetkazadigan holatlar qolsa degan gap, ya'ni kafirlar sizlardan kuchli holatlar qolsa. Xuddi bizniki Sharqi Turkistondagi holimizdek. Ya'ni bu yerdagi ahli ilmlar agarda shunda kafir bilan o'chmanlikni dilda saqlamay, agar oshkor qilsa shu vaqtida o'tirib o'tadi, hattoki sunni so'lib o'tadi, avlodlarini so'lib o'tadi, hattoki Alloh qala Rasululloh degan bir og'iz gapnimi deyishga ular qodir bo'lmaydi. Shu sababdan nurg'ulg'an ahli ilmi ulamolarimiz nima qilgan? Alloh taolaning shu oyatiga tayinib turib, og'zaki holda ular uch oshkor, uch akashimizni hammasi qalbida saqlab, diniga xizmat qilgan. Lekin bizniki ba'zi bir qism yoshlarimiz buni tushunish bo'lmay, andin buningga vatanparvar diniy zot, ular uni degan, buni deganlar bor. Lekin ularning ichida mayda xoinlar bor. Xoin degan har qanday millatda, bizniki Uyg'urlardan emas, hamma millatdan chiqadi. Har qanday chiqadi, hukumatning josuslari har qanday qiladi chiqadi. Lekin ko'p sondan qaragan vaqtimizda hamma odam xoin emas. Bir odam kichik chig'ini tortib islom dinida o'qib, men haqni yetkazaman deb o'qib, mancha yil o'qib bo'lgandan keyin shunday bir ishlardan uniki, masalan, bizning vatandagi holatda imom bo'lmasa tabliq qilinmaydi, haqni yetkazolmaydi. İmam bo'lish uchun hamda u kafirlarning ba'zan bir altılık ishlarini masalan yig'inga chaqirib, yig'in ahvolini bu dangdisa, shuni deyishga majbur bo'lib qoladi. Agar uni demay, unga moslashmasa, uni imomlik nab tashlab o'tadi. Faqatla bizniki butunlay hayotidagi o'rgangan hunari, o'rgangan ishi va butun orzusi haqni yetkazish bo'lganligi uchun shu sababdan va jonini saqlash va o'ziniki islom diniga xizmat qilish huquqini saqlash uchun til orqali, dilida emas, til orqali kafir bilan asli madara qilsa, buningga hech gunoh bo'lmaydi, buning gunohini Alloh taolo kechiradi degan bo'ldi mana hukmimda. Shuning uchun bir odamni o'lkaplab, hukumat mollasiga o'kan deb hammani kafirga chiqarib o'tish, bu islom diniki ro'yi qarshi. Lekin hamma dini bir gap chiqdi. Kafirlar musulmonlarning kuchli emaskan, xuddi biz yashayotgan islom davlatlaridek, islom davlati kafirlar musulmonlarning kuchli emas. Bunda yerda shunda holatda, oddiy holatda turib, kafirlarga dushmanlik izhor qilmay, ig'zoki va tilda va dilida kafirlarga dushmanlik izhor qilmay, kafirni yaxshi ko'rib, Yevropani yaxshi ko'rib, Yevropachi bo'lib ketgan odamlar mavning holi xatar. Buni qalbida iymon turishi tez degan gap. Mavning holi xatar. Buni bizdagi vatandagi holatga, tashqi dunyodagi, erkin dunyodagi ishni qat'an o'xshatib olmaydi. Buni hammalarga aydin. Shunga ishlarni har vaqtning, har joyning ishini shu yana sharoitiga, shu yana taqozzosiga bo'lib bo'ladi. Va yuhazzirukumullohu nafsa deydi Alloh taolo. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi, ya'ni o'zining azobidan demakchi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi demakchi.
ve ilallahil masir. Allah Teala yani hammalarning qaytadigan joyi Allah Teala tarafga doğru dedi. Xo'sh, endi mayadin Allah Teala sizlarni o'zidan qo'rqitdi deganda yana sizlar ma ishga sal qilmanglar. Kafir bilan do'stlashgan, kafirlarga o'zini do'stlikni izhor qilgan ma ishlarga qattiq diqqat qilinglar ma ishda. Xudoyim ma kechirmaydigan ish ma bu. Haqqanda qiyin xaplıqda qolgan bo'lsanglarmi, qalbingizga kafirning muhabbatini qat'an kiygizmaysizlar. Qalbingizga kiygizmaysizlar. Lekin tilingizni izhor qilasizlar, kafirlarga dushmanlikni. Faqatlam tilingizni izhor qilsanglar, amalingizni izhor qilsanglar, sizga qattiq xavf xatar yetib qolgan ahvolda mayli nima qo'q, lekin undan boshqa holatda ma'noga sal qarasanglar, Allohning azobini qo'rqanlar. Xudoyim azob tayyorlab qo'y. Azoblaydi sizlarni. Maqma degan gap. Bak inchki masala bu. Usul din degan gap. Bunga bek diqqat qilish lozim. Tavalla tabarra. Allohning do'stiga do'st bo'lish, dushmaniga dushman bo'lish har bir musulmonning qilchib qutlanmaydigan mas'uliyati. Alloh taolo bu oyatning davomida deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Allah Teala deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinize dep koyan ki eğer sizler dilleringlardikini yuşursanlar ya ki onu aşkar kılsanlar ya'lamullah. Onu Allah bilip durdu. Yani Konan'ın kelgen Konan diye gap bir gap ne diyen gap hem de meğerdeki ilgi gayetle münasebeti yani o kafirliği boğan dostluk onunu dilingla düşürsanlar mı? Tilingla aşkar kılmayı dilingla düşürsanlar mı? Ya ki tilingla da aşkar kılsanlar mı? Ya'lamullah. Onu Allah Teala bile durdu. Siz kaçıp kutlanmışlar onu. Kaçıp kutlanmışlar. Allah Teala bilip durur ve ya'lemu ma fis semavati ma fil ardi. Allah Teala sizin bilip durur. Allah Teala bütün asman cisimlerinin hemmini eşkiçigin ta çoğunca ama fil ard silahına ama zemindeki bütün can barat canlılıkның hemmesini bilip durur Allah Teala. Yani o siz bir insanken şunun için bilip dururlar Allah Teala. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Aslında bilip dururlar üçün ne gibi? Sizler mi kılınlar? Sen ihtiyat kılınlar. Allah'ın azabını ihtiyat kılınlar. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Bilip kılınlar. Eğer sizler kızlarınızda kafirliği, muhabbetini, kafirliği dostluğunu kalbinizi yuşursanlar, Hudayımını bilip durdu, seni azaplaşka kadir. Gücü yetidi. Anap kay. Allah'ın hükmüge karma karşılık kılgan, asi boğanını azaplaşka Allah Teala kadir. Yani kattığı bir tehdide mayet yukarıdaki Allah Teala'nın düşmanlarına dostluklu kalbide yuşurgan casus, şpiyon ve casus olmuşuma kafirliğin muhabbeti var. Normal Müslümanlığı boğan kattığı bir tehdit bu. Allah Teala Allah'ın düşmanlarını yaxşı görüp qo'yishni Xudoyim panoh bersin. Allah Teala deb qanam kelib endi nima deydi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran ve ma amilet min su' وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Allah Teala Allah'ın düşmanları bilen dostlaşmağına eğer onun dostluğunu kalbine düşürsen Xudoyim bilip durdu. Allah her şeye kadir. Dep bulab teximi tefsir edip düşündürmem ya. Teximi içip gep.
yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrun muhdara. Yani yevme degan şu günü de, yani kıyamet kayın boğan günü de her bir nefs kılgan yaxşılıkını ne hazır tabudu. Ve ma amilet min su'in teveddu lev enne. Ve her bir nefs kılgan yamanlıkını mu ne hazır tabudu. Ve yamanlıkı kelgende okşamaydıgan tarafi, yamanlık olan onun arası da intayın uzun bir musafirler bulup gitişini arzup gidiyordu. Yani körüşünü yaktırmaydı o yaman emelini. Kan yaman emelinin cezasını körüşünü tabi yaktırmaydı o yaman derecede kazandığı ortada. Hem de birden gideyle. Yani kıyamet günü her insan özünün emelinin ceza mükafatını ne hazır tabudu. Onundan hiç kandak bir emel az mı kalmaydı, cık mı kalmaydı. Eğer yaxşılık olsa yaxşılıkını görürdü, yamanlık olsa yamanlıkını görürdü. Eğer onun ameli yaxşılık olsa, onun intayın hoşallık getirdi ve yakın yoklarını kışırıp, vay kalanlar, menik nama amel deptirim, on terapetini geldim, Allah Teala, mındak mükafatını berdir, şunda hoşallıkını, başkalarını öldürüp getirdi. Eğer yamanlık olup kalsa, nama amel deptirir, sol terapetini, arka terapetini kep kalsa, ve kan yaman amelini ki, bunun yaman ceza mükaffatlarını köp kap kalan cadde mükaffatı Allah, kaç ki ben bir köymesem ki bunu. Kaç ki ben bilen bunun arasında meşrik ile mağribinin arası yargılan diye yargılap gelsin şu. Mındak yaman emelini kımısam şu dünyada. Bu dünyada bu ahirette bir köymesem ki bunda yaman emelini ya Allah. Bunun ceza tatmasam ki de kanca pişaymanlığını kıp getirdi o. Bırak andan pişaymanlık falan. Hiç paydası yok. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah silahını üzüden korkutudu. Yani üzüden agalandırdı. Yani üzünün azabıdan agalandırdı. Yani korkutudu. Vallahu raufun bil ibad. Allah Teala bendelerge bek mehriban zat. Allah Teala üzünün toğuludu bangan bendelerini yaxşı görüdü. Ulağı intayın küyümcan zat. Deydi Allah Teala. Yani ayet kelimenin maksat nima? Sizler Allah'ınki düşmanlarına dost bolmanglar. Eğer dost bolsanglar Allah Teala kıyamet günü berpa kılgan vaqtida her bir nefs kılgan yaxşılık amal qilib çalıp qo'ymay olgan vaqtida sizlar qattiq azobga duchorlab qolasizlar. Sizlar Allah Teala'nın gapini anglanglar. Allah Teala'nın gapini anglasanglar Xudoyim bandalarga kıyamet günü cheksiz merhamet shafqat ko'rsatadi degan bo'ladi. Endi Allah Teala vallahu raufun bil ibadini tatib Allah Teala bendelerge mehriban degan tatib muhabbat qatori o'tib yaxshi ko'rgan tarafiga. Sizlar Allohni yaxshi ko'ra olsanglar, kafirni do'stman deganki, endi Allohniki do'stlarni yaxshi ko'ranglar. Allohni yaxshi ko'ranglar degandan hammalar biz Allohni yaxshi ko'rganmiz deb yaxshi ko'rgan vaqtida, endi qanday qilsa Allohni yaxshi ko'radigan bo'ldi degan Allah Taolo tushuntirib deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. Allah Teala diyor. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer yani ümmetiniz gidip koyun. Eğer sizler Allah Teala'nı yaxşı ko'radigan bo'lsanglar, fattabi'uni. O zaman bana ergişinglar. Yuhibbukumullah. Allah Teala sizlarni yaxşı ko'radi. Ve gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Sizlarga gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Deb ümmetinizga deydi Allah Teala. Yani bunun ma'nosi shu. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinize deb qo'ygan ki, eğer sizlar Allah Teala'ni hakikaten yaxşı ko'radigan bo'lsanglar, menga ergishinglar, yani mening sunnatlarimga ergishinglar. Mening sunnatlarimni chalib qo'ymay qilinglar. Chunki men Allohning rasuliman.
Shunda qilsanglar Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo seni yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi deydi. Shuning uchun har qanday odam men payg'ambar, ya'ni Alloh taoloni yaxshi ko'raman deydi ekan, bu qanday qilish kerak? Payg'ambar alayhisolamning sunnatini qat'an tark etmaslik lozim. Oddiysi kuniga 5 vaqt namoz o'qigan vaqtida 5 vaqt namozning sunnatini tark etmaslik lozim. Chunki payg'ambar alayhisolam umrida men namozning sunnatini tark etmagan. Payg'ambar alayhisolam umrida tark etmagan sunnat namozning sunnati. Namozniki bomda 2 rakat sunnat, pishinning 4 rakat, keyingi 2 rakat sunnat, shamdan keyin 2 rakat sunnat, xuftamdan keyin 2 rakat sunnat va 3 rakat vitr vojib. Buni payg'ambar alayhisolam abadan tark etmagan. Sizlar agarda Alloh taoloni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, payg'ambar alayhisolamning sunnatini tark etmanglar. Payg'ambar alayhisolamning sunnatini qilmaytib, men Alloh taoloni yaxshi ko'rmaydigan quruq davoni qilganning foydasi yo'q. Endi har qanday bir banda Alloh taolo meni yaxshi ko'rmamdi deb turganda bir uchoq bir ma'lumotga ega bo'lsa, qanday bilish kerak buni? Bir odam Rasulullohning sunnatini ijro qildi. Endi meni Alloh taolo meni yaxshi ko'rmamdi degan amaliy bir qism bo'lsa desa, buning yo'li bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizniki payg'ambarning sahih hadislarida, payg'ambarning hadisi Imom Muslim rivoyat qilgan bizniki sahihda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "İnnalloha iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal: inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Qal fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض." Yani bunun manası şüphesiz ki Allah Teala kaçan ki birer bendini yaxshi ko'rsa, Jibril alayhisolamni chaqirib deydi ki, "Men palanini yaxshi ko'raman, sen buni yaxshi ko'r" deydi. Payg'ambar alayhisolam deydi, "Shuni bilan Jibril alayhisolam u bendani yaxshi ko'radi." Ondan Jibril alayhisolam osmonda shunday to'lab deydi ki, "Alloh Teala palanini yaxshi ko'radi ekan, sizlar uni yaxshi ko'ringlar" deydi. Shuning bilan osmon ahli hammasi u bandani yaxshi ko'radi. Shuning bilan yer yuzida bu bandaga qabul, ya'ni barliq hammadan bu odamni qabul qilib, hammadan bu odamni yaxshi ko'radi. Qachonki Alloh taolo biror bandani dushman tutar ekan, Jibril alayhisolamni chaqirib deydi-ki, "Men falonini dushman tutaman, sen uni o'ch bo'l" deydi. Jibril alayhisolam u bandani dushman tutdi. Ondan keyin osmon ahlini yig'ib nido qildi-ki, "Alloh taolo falonini dushman tutdi, sizlar uni dushman tutinglar" deydi. Ular hammasi uni dushman tutdi. Ondan keyin yer yuzida buni hammalar dushman tutdi. Hammalar degan ham ya'ni yaxshi Alloh taoloning solih bandalari dushman tutdi degan. Endi shaqiy bandalar uning qatoriga kelmaydi. Bir banda demak meni Alloh taolo yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi deganni bilmoqchi bo'lsa, o'zining atrofidagi yaxshi kishilarga, solih Alloh taoloning do'stlariga qarab baqsin. Alloh taolo yaxshi kishilar bu odamni yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi. O'zining ulug' tuqqanlariga, ota-onasiga, balvoqilariga, aka-ukalarga, tog'a-ochilar hammalariga qarab baqsin. Abdan surishtiq baqsin, boshqalarga surishtiq baqsin. Buni yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi. Endi tabiiy hammalarga muqarrar bo'lgan uch kundek, oydek bo'lgan bir haqiqat shuki, agar bu banda ota-onasiga yaxshilik qilgan bo'lsa, vafodorlik qilgan bo'lsa, balvoqlarga yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshi go'zal muomala qilgan bo'lsa, urug' tuqqan qulim qo'shnilarga yaxshi muomala qilgan bo'lsa, aziyat bermagan bo'lsa, azor bermagan bo'lsa, tabiiyki hamma odam buni yaxshi ko'radi. Agar azor berib, aziyat berib, birini qilib, g'ayibini qilib, narsani elib olib, musulmonlarni yeb olib, bo'zak etgan bo'lsa, tabiiyki hamma odam buni dushman tutib, buni o'ch bo'ladi. Buni hamma odam o'ch bo'lgan ekan, tabiiy Alloh taolo buni o'ch bo'ladi.
Shuning uchun meni Alloh taolo yaxshi ko'rsin degan odam payg'ambar alayhisolamning sunnatini tark etmaslik bilan birga payg'ambar alayhisolamning sunnatini tark etmagan odam bizniki qarindishining g'aybatini qilmaydi, narsalarni elib olmaydi, yuz obro'yini to'kmaydi, urmaydi, tillamaydi. U tuqqanlarga seyli rahmini ulaydi, ota-onasiga vafodor bo'ladi, farzandlariga ayol qiz bir tuqqan u tuqqanlarga yaxshi muomala qilib, ularning hol ahvolini xabar oladi. Shundala Alloh taolo uni yaxshi ko'radi. Deb bulab Alloh taolo yine qayta jikelab nima deydi? Qul ati'ulloha va rasul. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatimiz deb qo'yanki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Yani Allah'ın fermanıga ve onun peygamberi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fermanıga boysununlar. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Eğer kimdi kim Allah'ın Resulü'nü boysunuştun yüz öyleydiken فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Şunu anlap koyunlar ki Allah Teala kafirlerini dost tutmaydı. Allahu Ekber, Subhanallah. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerine ittiba kılmagan adam. Peygamber Aleyhisselam'ın gepini anlamagan adam. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın gepini anlamagan diyen gep, bu Peygamber Aleyhisselam Allah'ın gepini kıldı tabii. Allah'ın gepi demek diyen gep, Kur'an'ın gepi demekçi miydi? Peygamber'in gepi diyen gep, hadisin gepi demekçi. Yani Kur'an'ın, hadisin gepini anlamagan adam, şimdi Allah Teala kafirini yaş gömüyor, yani kafir olup getirdi diyen gep. Bu intihar haterlik mesela mı? Herkes mesela Kur'an'ın gepini anlayıpmız, hadisin gepini anlamayıpmız dep kalmağına. Dep kalmağına. Oxşaş ikkinisi bir Allah tarafından nazil bolgan. İkkinisi Peygamber Aleyhisselam ve ma yantiqu anil hava diye üzüne havaya hevesini üzü halıgancı gep kılamagan. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi bu yani şu Allah Teala'nın kelgen hadis. Kur'an mı Allah Teala tarafından düşken Kur'an. Bunu hadisini, sünnetini kılmasak mı günah olmayken uken bu. Sünnetini kılmasanız yani Allah Teala dep koydu. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kılmagan adam kafir demeydi. Hazır la yuhibbul kafirin deydi. Yani Allah Teala'nın gepini anlap Resulullah'ın gepini anlamagan adam ma ayetke amel kılmagan budu. Resulullah'ın gepini anlap Allah Teala'nın gepini anlamagan adam şu ayetke amel kılmagan budu. Yani Kur'an, hadis ikimizi tam tutmanız lazım. Eğer bir taşlap koyup aman kımızak mutken de koyan adam olsa bunun delil buluş lazım. Bunun delili yok. Şuna İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah sünnetini terk etken adam cezalını tuğdaydı. Sünnetini terk etken adam cezalını tuğdaydı. Bu şu ayetine delil tutturup. Anladın? Bazı mezhepler sünnetini kılsa sevap köp buludu, kılmasa günah bulmaydı. Ditkan mezhepler ama şunun karşı İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah bu şu ayetine delil tutturup Allah Teala bir yer ikilisi de koydu. Eğer de Allah Teala itaat kılan da koyan bosuma buluttu. Bu diyen bosu çağda Kur'an-ı Kerim'e diyen buluttu Peygamber Aleyhisselam'daki hadiseye amel kılması mı günah olmayı diyen gep çıkmadı. Eti'ullaha ve Resul de koyuyor ne? Peygamber Aleyhisselam özellikle gep kan gep yok. Bu mesela eti'ullah diyen gep çıkarttı de koyuyor. Yani Kur'an'a eti'ullah diyen yani Kur'an'a ve hadis'e amel kılın diyen gep. Peygamber Aleyhisselam'ın yani sünnetini terk etmeyin diyen gep. Her kadar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini terk etedikken bu kıyamet günü çokum cezası tatılıdı bu dedi İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah. Çoğu sünnetlerge kartta qat'iy çalqalamasligimiz lazım. Bugünkü ayetlerindeki umumi mezmununu hem bilen bilip olduk. Allah Teala hammamizga tevfik hidayet ata qilsin. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerini qat'iy terk etmeydigan yaxshi salih mu'min musulmonlarni qilsin. Günahlarimizni mağfiret qilsin ve Xitoy komünist kafirlardan aşu bütün dünya hazır dünyanın menden noçusu yok, menden yamun yok deb özüne meyliski muşlatgan şu Xitoy komünist kafirlardan şu padişahlıkni elip taşlap bizdek bichara meskin qulda hech qanday qurol yo'q bichara Uyg'urlarga Allah Taala bersin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.